Shunday pulini ko'ring, solavering. Soling. Mana sher ekan o'zi shu yerda. Xuddi gapirmasdan tering. Ha, bo'ldi, o'zim bilaman. Ha, hojonani o'zi shu yerda. Ilohim barakasini berib ko'pgina bo'lib ketgan bo'lsin. Hozir ko'ramiz. Xola, xudo xolasa, bu karta o'zida turadi, bo'pti, birovga bermaysiz, xo'pmi? Hech kimga bermaysiz. Balans. Mana ko'ring balansni. Ha. Ha. Chekmaysizmi? Chekimiz monitorda ko'rsatilgan bo'lardi. 7 million. Hozircha 7 million 109.101 so'm pul bor ekan. Ha. Bo'ldi. Bo'ldi. 7 million 109.000 pulingiz bor ekan. Kartani birovga bermaysiz. O'zingizda turadi. Men, qo'rqmang. Hech kimga bermay kartani, bo'ptimi? Hayitdan keyin. Hayitdan keyin 100 million qilib uyingizni boshqatdan quramiz, bo'ptimi, hojona? Mana hurmatli do'stlar, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Imkoniyatdan foydalaninglar, vaqtdan foydalaninglar. Alloh ehson qilganlarni barchasidan Alloh dargohida qabul qilsin. Nimaki niyatda ehson qilgan bo'lsalaring, barchasini Alloh niyatlarini yetkazsin. Xudo xolasa mana xolani 7 million pul tushibdi, xudo xolasa hayitdan keyin karta o'zida qoldi, hojona. Yo'q, karta o'zingizdami? Ketdik. Mana o'ziga berdi. Yo'q, yechilmaydi. Yechmaymiz, to'planadi. Shunaqa gaplar do'stlar. Atay hozir nazoratga oldik kartani. Xudo xolasa kartani o'zida turibdi. Mahalla rais dedi. Hayitdan keyin, bayramdan keyin bo'lsa katta miqdorlarda xursandchilik bilan xolani bitta yaxshi mushkulini yengil qilamiz degan umiddamiz. Sog' bo'linglar. Alloh dargohida qabul qilsin. Nima niyatda ehson qilgan bo'lsalaring barchalaringga.